Selam dostlar. Benim bilan uchrashuvni kutdingizmi? Kutgansizdir albatta. Tabiat dunyosi bek qiziq. Onun sirlarini ochishni bugun da davom etamiz. Do'stlarim, siz yomg'irni yaratasizmi? Ko'rib turam, ko'plaringizga yomg'irli kun o'xshami? Albatta, chunki onda kunni quyosh chiqmay, sovuq bo'ladi. Üstəvinə yollarda kışkınagina kullavuklar barlıqqa kelar. Öz kiyim shilanib bitdi. Yağmurlu günler ko'ngilsiz bo'lsa da, ol tabiat uchun bek kerak. Chunki yağmur suvi ağaçlar, o'lanlar, chechaklar, hatto qush-qurtlar ham hayvonlar ishida yashav shig'anag'i. Yağmur bo'lmasa, yerda tiriklik de bo'lmas edi. Shunga ko'ra, yağmurni To'qay Obod shahrindagicha vaqtida gil yog'ib tursin. Yağmur qo'ydan ham nechuk barliqqa keladi? So'rovga javobni bilasiz kelami? Alaysa tanlag'iz. Yer shari ko'l, yilg'a, dengiz, okean kabi suluqlardan turadi. Ularda minglab suv tomchisi bor. Quyosh kun sayin deyarli haligi suluqlarni nurlari bilan jilatadi. Shulay etib, dengiz, ko'l, okean suvlaridan havoga suv tomchilari ko'tariladi. Ular suv parlari deb ataladi. Bunday suv parlari havoda bek ko'p bo'ladi. Chunki quyosh suluqlarni gel jilatib turadi. Suv parlari havoga yuqoriroq ko'tarilgan sayin, ular ondagi salqin havo bilan uchrashadi. Shulay etib, haligi parlar qobot suv tomchisina aylanadi. Bunday suv tomchilari birga yig'ilgach, ulardan bulut barliqqa keladi. Suv parlari ko'paygan sayin, bulut og'rayadi. Ham u ularni tutib tura olmay boshlaydi. Shulay etib, bulutdan yomg'ir yog'adi. Haligi yomg'ir tomchilaridan yo'lda kullavuklar barliqqa keladi. Ular kichkina inishlarga, inishlar yilg'alarga, yilg'alar dengiz ham okeanlarga og'adi. Demak, yomg'ir tomchisi qavat ilik yashagan dengiz, okean, yilg'aga kelib ilagan. Kun to'g'a qabat yerni nurlab quyosh chiqadi. Kecha yomg'ir tomchisi bo'lib yog'gan suv tomchisi qabat parga aylanib, havoga ko'tariladi. Bunday parlardan tog'in bulut barliqqa keladi. Hamondan shuluq suv tomchilari yomg'ir bo'lib yog'a boshlaydi. Shulay etib, suv bir to'xtovsiz harakat etadi. Ati-yangilaringizning laysan yomg'ir yog'adi deb so'rashganini eshitganingiz bordir. Laysan yomg'ir, nenda yomg'irsin u? Uni Laysan ismli qiz yog'diramikan alla? Shayartam albatta. Yozning birinchi yomg'iri Laysan yomg'iri deb ataladi. G'odatda u jili, sovmab yog'uvchi yomg'ir. Qo'y vaqt yomg'ir quyib yog'a boshlaydi. Onda yomg'ir turida shilaklab qo'yadi deb aytadilar. Ismidan ko'ringancha, bunday yomg'ir bek kuchli bo'ladi. Yomg'irlarning shulay o'q qorli yomg'ir, buzli yomg'ir kabi turlari da bor. Qorli yomg'ir vaqtida yomg'ir bilan birga qor, buzli yomg'ir yog'ganda buz yog'adi. Yomg'ir turida bugun ko'p narsa bilgansizdir do'stlarim. Aydagizalarni qobatlab oling. Men sizga so'rovlar beraman, siz javobni nazarlaysiz. Suv pari yuqorida salqin havo bilan uchrashgach, u havoga aylanadi. Yo'q, albatta, u havoga aylanmaydi. Javobi durust. Balki u suv tomchisina aylanadir. Ayye, shundanda suvdan ko'tarilgan suv parlari yuqorida suv tomchisina aylanadi. Afarin, buldirdingiz. Hozir ikkinchi so'rovga ko'shik. Yomg'ir bulutidan yog'gan suv tomchisi havoda yo'qqa chiqadi. Buning bilan kelishasizmi? Yo'q. Dikdiriz do'stlarim. Yomg'ir tomchisi havoda yo'qqa chiqmaydi. Balki u havoda parga aylanadir. Yo'q. Nechikina bu targa tirishsam da, borisida shap ista qoldirgansiz. Yomg'ir tomchisi havoda parga aylanmaydi. Balki haligi suv tomchisi qabat yerga tushib, yilg'a, dengiz, okeanlarga yo'l oladi. Albatta, naq shulay. Bulutdan yog'gan yomg'ir tomchisi yerga tushib, u qabat suluqlarga yo'l tutadi. Buldirdingiz. Bugunga shular edi. Tabiatni yaratib, anga saqlanib, uni kuzatib ham saqlab yashaysiz.
Табигатьтә кызыклы һәм серле күренешләр күп. Аларның серен ачарга тырышыгыз. Сау булыгыз, дуслар!